namoyish etildi va 2008-yildan ishlab chiqarila boshlandi. Qora Panteraning og'irligi 55 tonna, uzunligi 7,5 metr. Asosiy qurol bilan uzunligi 10 metr 80 sm, kengligi 3 metr 60 sm, balandligi 2 metr 20 sm ni tashkil qiladi. Yangi tankning ekipaj a'zolari 3 kishi bo'lishi kerak. Qo'shimcha qurol sifatida 2 ta pulemyot o'rnatilgan. 1,5 ming ot kuchiga ega dvigatel Qora Panteraga tekis yo'llarda 75 km tezlikkacha, egri yo'llarda esa 50 km/soatgacha ko'tarila olish imkonini beradi. 2009-yilda K2 ning narxi 8,5 million dollar deb baholangan. T-90 Rossiya. T-90 1980-yillarning oxirida yaratilgan asosiy jangovar tank. Bu aslida T-72B ning deyarli to'liq modernizatsiyasi va hatto dastlab Advanced T-72B deb atalgan. 21-asrning birinchi 10 yilligida u dunyodagi eng ko'p sotilgan yangi asosiy jangovar tank edi. Tank 1992-yilda T-90 nomini olgan va foydalanishga topshirilgan. Tankning og'irligi 46,5 tonna. Ekipaj a'zolari son